Nisbatan chiroyli, hidi chiroyli. rangi chiroyli, ichidagi haligi narsada oq to'g'ri boshqasi yo'q. Yeb ko'rgan bo'lishyapti, mazasi shirin, yaxshi. Mashallah, mashallah. Boshqasiga gap yo'q, chiroyli. Mana palay bermagan holatda ham mana hosili. Bir turli standartligi, keyingi uzunligi, rangi to'qligi, qizilligi, kачествоsi juda zo'r. Mashallah. Juda ham go'zal. bo'lib pishadi bu. Terilganda qanaqa chiroyli turganini o'zingizga baho beringlar. Rangi qanaqa kelgan mana. Rangi qon qizil har bittasi. Gramlari ham juda ham kelar ekanda, standart bo'lib kelar ekanda, bular yashilga tushganda. Assalomu alaykum bizning obunachilarimiz. Mana 2025-yil 23-iyul kuni Namanganning qaysi qishlog'idamiz doda? Namanganning Chinno'l qishlog'i, Kosonsoy tuman Chinno'l qishlog'idamiz. Bu yerda Dam Addel deyiladi. O'sha tomonga dehqonchilik qilamiz. Uyimizdan 11 kilometr uzoqlikda. Aha. Biz bu yerda bizani pomidorimiz Solano degan navimizda ekilgan. Solano navimizni qancha joyga ekkansiz doda? 12 stuk atrofida. 12 stuk joyga ekkansiz. 5,5 ming. Bu yerda pomidor ekilganda hozir ko'rib chiqdik, mana odamlarning o'zlariga ham tushuntiryapmiz. Ozgina kamchilik bo'libdi. Kamchilik nimada? Pomidor gullab hamaga o'tirayotgan paytda bu yoqlarda suvdan qantarishar ekan. Suvdan ozgina qantarishar ekan. Suvdan qantarishganning hisobiga ozgina palay bermagan ko'chatimiz. Shuning uchun yana bitta eslatib o'tamiz. Eslatma qilib, mana shu videomiz orqali eslatma qilib o'tib ketaylik. Pomidorni gullab to hamay soguncha tegidan namlikni qochirmanglar imkon darajasida. Namanam sug'arib turib, yaxshilab g'ovlatib olgandan keyin inshaalloh o'zi hosilga o'tirib, hosilni bir tekisda bekitib oladi. Shunda hosilinglar bir chiroyli bo'lib, umuman ustida lat yemaydi. Mana shu narsani qattiqroq bilib olishimiz kerak bo'ladi. Boshida suvdan qantarib qo'yadigan bo'lsak, pomidorning usti ochilib qolib, 15-20% pomidorimizni olib to'g'rib, xunuk holatga kelishi mumkin. Shuning uchun imkon darajasida boshida pallayottirishga harakat qilaylik. Pomidorni mana etmaymiz doda, bir nechta gibrid ekibsiz, bir nechta kompaniyani gibridini etibsiz, biz uni etib o'tirmaymiz. Lekin siz ekkan mana 3 xil gibridning ichida eng yaxshisi qaysi bo'lib chiqdi? Endi bizga eng ma'quli bozorga ham mana Solano. Bizga sotuvchilar tavsiya qilganda, sotuvchilarning gapiga ham kirmaganimiz Solanoga olib qo'ydik-yu. Sotuvchilarning gapiga ham kirib turish kerak ekan shekilli. Kirib turish kerak. Chunki bular ham mana bu ukamiz bu yerda Namangan bo'yicha bizning distribyutorimiz. Bizda nima yengillik bo'lsa, nima holat bo'lsa, hammasi bo'yicha bizlar bularga olib kelamiz. Bular sizlarga tavsiya qilishadi va bular bilan biz hamkorlikda ob-havo bo'yicha, Namanganning yerlari bo'yicha o'rganib turib, o'shanga qarab turib urg'ib olib kelamiz. O'shaning uchun inshaalloh taniqli mana misol Namangan bo'yicha bir o'zi bir bularning do'konidagi do'kon bo'lmasa kerak, o'zi bitta do'konligi juda chiroyli qilib qilishgan va maqsad sizlarga sifatli urug' yetkazib berish. O'shaning uchun bular juda qattiq ishlashadi, juda qattiq izlanishadi. O'shanga qattiqroq ahamiyatli bo'linglar. Keyingi aytib o'tadigan narsamiz mana pomidorning o'zini holatida aytyapsiz, pomidorni terib bozorga olib chiqsam, bozorda boshqa navlar kutib turibdi, bu navni talab ketishyapti. Hid chiroyli, boshqa pomidorlarga nisbatan chiroyli. Hidi chiroyli. Rangi chiroyli. Ichidagi haligi narsada oq to'g'ri boshqasi yo'q. Yeb ko'rgan bo'lishyapti, mazasi shirin, yaxshi. Mashallah. Boshqasiga gap yo'q, chiroyli. Abduahad, o'zingiz nima deysiz? Pomidor holatida? Sifati, kачествоsi juda zo'r. Bu hozir Namanganda qancha joydagi dalalarni ko'rgan bo'lsa, bizga ham eng yoqqani mana Solano bo'lyapti. Kim bilan gaplashsa, hamma shunday ekanmiz deyishyapti-da. Xudo xolasa bu yildan keyin katta ob'yomda o'zi olib kiramiz. Inshaalloh katta ob'yomda olib kiramiz. Mana bitta ikkita palagingizni doda o'zingiz bilan birga ochib ko'raylik. Mana bu ikkita palagingizni ochib ko'raylik. Mana mashallah. Mana palay bermagan holatda ham mana hosili. Bir turli standartligi, keyingi uzunligi, rangi to'qligi, qizilligi, kачествоsi juda zo'r. Mashallah. Juda ham go'zal. bo'lib pishadi-da bu. Mayda kam chiqyapti. Ayrim pomidorlarga o'xshab mayda bo'lib qolmaydi-da, bularda nerasi yirik bo'ladi. Xil holatda. Bir tekisda tip ishi. Ne standart bo'lmaganda, standartli juda ham zo'r bu navimizda. Mana bunday operatorimiz olib kelib ko'rsating. Mana ikkita tarafni bu yerda ozgina mana palay bermagan. Mana sifat pomidor o'zining sifati. Aniq holati pomidor. Mana ko'ryapsizlar, 3 ton bo'ladi. Pomidor o'zi qattiq,
1-2si 8 shu vidiga. Maza bo'yicha ham doda ko'p pomidorlardan ko'ra shirin, ha? Yeb bo'lyapti. Maza shirin, juda ham shirin mazasi. Ya'ni ichidagi go'shtlikdami shoqolat. Mana bu holatda mana ozgina terib qo'ydilar. O'zimizni bolalar hozir aylanib chiqishdi, mana aylanib chiqib terib qo'yishgan holatligi mana. Pomidorni terib qo'yishgan holatligi mana. Terilganda qanaqa chiroyli turganini o'zingizlar baho beringlar. Rangi qanaqa kelgan mana. Rangi qon qizil bo'lib kelgan mana. Rang zo'r, qo'sh zo'r. Pomidor juda ham qattiq. 1-2si 8. Mana har bittasi. Grammlari ham juda ham kelar ekanda, standart bo'lib kelar ekan, bu ara yashikka tushganda ham. Eligi ham yaxshi. Maşallah. Mana ichini qaranglar, mana ichida quruq moddani qanaqa ko'pligini qaranglar. Ichi ham juda ham quruq moddasi ham ko'p. Pomidorda Ko'chaga holatini o'zini yo'qotmaydi. Bu bemalol transportirovkasini bemalol. Biz Namangan hududlarida shunaqada haligi yumshab ketdi, bo'shab ketdi, bozorga olib chiqsam ko'p muddat turmadi deyishadi. Bizda talab shunga kuchli. Nimagaki tez bo'shab ketsa xaridor tortmaydi-da, xaridor olmaydi. Ezilib suyishib ketib qoladi. Shuning hisobiga qattiqqa yugurishadi. Bu o'sha hozir eng qattiq pomidor. Xudo xolasa buni turishi, o'zi transportirovkaga endi o'zini ham etishi bir hafta 10 kun degan. Bizda ham hozir mana ko'ryapmiz, bu bemalol agar soya joyda tursa 10 kun indamasdan turib beradi bu pomidorimiz. Qattiqligi jihatiga pomidorni saqlanishi ham juda ham zo'r. Inshaalloh nima deymiz? Dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin, Alloh xayrli qilsin. Dehqon aka, ishlaringizga rivoj. Mana bizda mana bizani distributorlarimiz bemalol uchrab turib, distributorlarimiz bilan gaplashib, yengilliklarni so'rab tursangiz, biza ishlashni to'xtamaymiz. Inshaalloh bundan keyin ham to'xtamaymiz. Sizlarga sifatli urug' yetkazib beramiz. Aytganda o'zi agronomlarga sohasida so'rab Surishtiringlar. Tushunmagan narsalarga bo'lsa, bular bizdan so'rashadi, yordamlashamiz. Xuddi shunaqa. Namangandan qayerdan sotib olamiz, yo bo'lmasam kimga aloqaga chiqamiz deysa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Adresimiz bo'lsa Namangan shahar Chorsu dehqon bozori, podvalda urug'chilik do'koni. Toshkent voha bo'yicha Abdurahmon akani o'zlariga chiqaverasizlar. Bemalol aloqada bo'laveringlar. Inshaalloh kerak narsalarni yetkazib beramiz. Sizlarga rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar. Dehqon aka, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Baraka toping.